Bir kun boshqa bo'lib qolganingizda nima qilardingiz? Xodimlarning oyligini ko'tarib yuborardim, ekvorib qilardim. Kim bu? Buxgalteriylarmi? Bir kunga boshliq bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Klinika xodimlarini bir haftaga Grand Medical maskaniga dam olishga yuborgan bo'lar edim. Bir kunga boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Bir kunda boshliq bo'lib qolganimda ishlarimga 17 Pro Max sovg'a qilgan bo'lar edim. O'zi bu nechinchi yil o'zi? Mani otim nima edi? Bir kunga boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? 3 kunlar dam e'lon qilgan bo'lardim. Mahallani mahalladan yo'qoting. Mahallaning ishiga begona aralashmasin. Bir kunga boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Yaxshi ishlaydigan ishchilarimga mukofot puli bergan bo'lardim. Alloh. Oy. Davlenam ko'tarib ketdi-ku. Bir kun boshliq bo'lib qolganingiz. Bir kun boshliq bo'lganimda primer bera olardim. Assalomu chivin. Ertalabdan turib oldingmi? Ne masxara qilasiz, oyi?